Uyg'ur harakati 1-may Emgak va ittifoqlik kuni e'lon qilingan bayonotida Xitoyda qo'l qilib ishlatilgan Uyg'urlarning ahvolini kun tartibga olib keldi. 2020 yili 30-aprel e'lon qilingan bayonotda 1-may Emgakchilar va ittifoqlik kuni, ya'ni Emgakchilar bayrami. Bu yil Xitoydan chiqqan va butun dunyoga ta'sir qilinayotgan dunyoviy yuqumning tahdid ostida tabriklanyapti. Xitoy hukumatı Sharq Turkistondagi jazo lagerlarida tutib turilayotgan yoshlarni zavodlarga yo'tkab, u yerlarda ishlashga majburlamoqda. Wuhan virusi dunyoviy vabo mezgilida Uyg'urlarning hayotini xatarga ittirgan Kompartiyaning maqsadi Xitoydagi virusdan foydalanib hayotidan ayrilganlarning sonini oshirish va Xitoy iqtisodini qo'llashdir. Bu bostirish va ziyonkashlik Uyg'ur yoshlarining ba'zi markazlarga to'planib yo'lga chiqqan ko'rinishlarining Xitoydagi ijtimoiy aloqa kanallarida e'lon qilinishi bilan isbotlandi deyildi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy Kommunist partiyasining Xitoylarni Uyg'urlarning vataniga ko'chishga safarbarlik qilish faoliyatlariga davomli yangi tashviqotlarni qo'llanayotganligi ta'kidlanib, Uyg'ur harakati Sharq Turkistondagi Uyg'urlar va boshqa Turkiya xalqlarining kishilik huquq va demokratik erkinligini davomli qo'g'daydi. Ularning ovozini yetkazdi. Shuning bilan bir vaqtda xalqaro emgakchilar bayrami munosabati bilan hukumatlar va shirkatlarni yana bir qitim Xitoyda emgak silinayotganlarning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy huquqini qo'g'dashga chaqirdi deyildi. Xitoy doiralari Uyg'ur rayonidagi atalmış tarbiyalash markazlarining jazo lagerlari emas, kasbiy o'rganayotgan maktablar ekanligini ilgari surib kelgan bo'lsa-mu, ammo ta hozirga qadar bu atalmış maktablarning umumiy soni va aniq o'rni haqida ma'lumot bermay kelgan edi. G'o'lji shahri va uning atrofida 10 necha o'rinda lager qurilganligi inkos qilingan bo'lsa-mu, bulardan faqat bir qanchasining o'rni oydinlashgan edi. Erkin Asiya Radyosu'nun yakınki iniqlaşlarida G'o'lji shahridagi cho'ng doktorxonalardan Xinhua doktorxonasining bir mezgil lager o'rnida ishlatilganligi aydınlaşdı. Bayda uchur ambarda o'rlashtirilishicha 832 nafar ishchi xizmatchisi bor bo'lgan bu doktorxona G'o'lji shahar markazidagi mashhur joylardan madras atrofiga joylashgan. Qurilish ko'lami 42066 kvadrat metr. Ya'ni ko'lam jihatda G'o'lji shahar bo'yicha oldingi qatorda sanaladigan bu doktorxona 2017-yilga kelganda lagerga o'zgartirilgan. Xitoy hukumatı Dünya Səhiyyə Təşkilatının Wuhan'da partlagan Xitoy virusi yuqumining manbasini tekshirish talabini rad qilgan. Dünya Səhiyyə Təşkilatının bildirishicha, Xitoy virusi o'tgan yili 12-oyda bayqalgan bo'lsa-mu, lekin u yuqumni bir mezgil yoshirib, uning dunyoviy yuqumga aylanishini keltirib chiqarganligi bildirilmoqda. Xitoyning harakati virusning manbasiga doir har xil gumonlarni paydo qilgan edi. Dünya Səhiyyə Təşkilatının Xitoyda turishlik vakili Gaudin Galning Osmon xabarlari agentligi bildirishicha, Dünya Səhiyyə Təşkilatı tekshirishga qatnashishni qayta talab qilgan bo'lsa-mu, lekin buning hech qanday foydasi bo'lmagan. U biz davlatning tekshirish ilib berayotganligini bilamiz, lekin hozirgi bosqichda uningga qatnashishga taklif qilinmadi degan. Uning ta'kidlashicha, buningda virusning kelib chiqish manbasi shundaqla hayvonlar bilan odamlarning uchrashishi intayin muhim bo'lib, uni tadqiq qilish zarur ekan. Şunun bilan birga 13-16 yanvar orasida Xitoy Dünya Səhiyyə Təşkilatıga faqat 41 nafar yuqumlanuvchi borligini doklad qilgan. Gaudin Gali Xitoyning Dünya Səhiyyə Təşkilatını tekshirishga qatnashtirmasligiga bir o'rinliq sababi bor yo'qligi haqidagi savoliga bizning nazarimizda o'rinliq sabab yo'q degan. Germaniya armiyasi Xitoy ijtimoiy aloqa detali TikTok'ni ishlatmaslikni qaror qildi. Barliq kompyuter va telefonlardan uchirilishni talab qilingan detalni cheklashning sababi tor jasusligi deb tushuntirildi. Hozir TikTok nomli app nurg'unlagan tor do'konlarda davomli tushirilyapti. Ammo Germaniya armiyasi tor jasusligi bilan ayblangan bu detalning armiyadagi kishilarning uskunlaridan tezlik tushirilganligi e'lon qilindi. Bir mezgil ilgari Germaniya havo armiyasi va armiyaning boshqa qismlari TikTok haqidagi sillarni hambakirlash talash tortish qo'zg'agan. Germaniya sonliq ma'lumot qo'g'dash mutaxassisi Ulrich Gelber mundaq dedi. Demokratiyamiz va qoidalarimizga rioya qilmagan, rad qilingan bir jamiyatning bu yerdagi uchurlarimizga erishish qabul qilinmaydi.
Amerika prezidenti Donald Trump yolg'on xabarchi va xalqning dushmani deb atalgan CNN va NBC axborot organlarini Xitoyning qo'rchoqlari deb atadi. Twitter hisobida e'lon qilingan uchurlarda Donald Trump NBC va CNNning yangi tipdagi Xitoy virusining tarqalishi sababli ayblanayotgan Xitoy to'g'risidagi xabarlarni tanqid qildi. Amerika prezidenti Donald Trump mundaq dedi: NBC va saxta xabarchi CNN Xitoy to'g'risida cho'ng gaplarni qilishga tirishadi. Ular Xitoyning bu yerda savdo qilishni xohlaydigan qo'rchoqlari. Ular tarqalish qurollarini ishlatib Xitoyga yordam beradi. Xalqning dushmanlari. Trump tünügün e'lon qilgan bayonotida Xitoy virusining Wuhandagi tajribaxonadan tarqalganligiga oid isbotlarni ko'rganligini aytgan, ammo tafsilotlarni berishdan o'zini qochirgan edi.